Assalomu alaykum muhtaram vatandoshlar, aziz hamshaharlar, birodarlar. Men o'tgan 2 marta mana shu prezident blogerlari kanali orqali Surxondaryo viloyatida bo'layotgan nohaqliklar, ya'ni boshqaruv tizimining, hokimiyatning xalqqa o'tkazayotgan noqonuniy bosimlari, ularning huquqlari oyoq ostida bo'layotganligi haqida 2 marta chiqish qildim. O'sha 2 ta chiqishimga ham juda ham ko'p yuz minglab odamlardan ijobiy nimalar oldim, qo'llab-quvvatlovlar oldim. Buning uchun katta tashakkur bildiraman. Rostini aytadigan bo'lsam, bundan o'zim huzur olayotganim yo'q. Bu dunyoda eng og'ir ish bu tanqidchilik. Olim aka bilasiz, masalan, bokschilar bor, bokschilar yo'q, kurashchilar bir-birini ringda o'ldirib qo'ysa ham ertaga bizchalik dushman orttirmaydi. Bizda haq so'zning to'qmog'i juda ham og'ir bo'ladi. Mana shu prezident blogerlarning admini, rahbari Olimjon To'xtanazarovning mana shu Surxondaryo viloyatida oddiy aholining oddiygina turmush sharoiti uchun imkoniyat topolmay, daromad topolmay, dasti uzun, ya'ni qo'li uzun olg'irlar tomonidan huquqlari oyoq osti qilinayotganligi haqida qilgan chiqishlaridan keyin kuzatdim. Bir nechta laychalar, men ularni laychalar deyman, bir nechta laychalik qilayotgan zolimlarga, mazlumlar yonini emas, zolimlarning yonini tarafida turib laychalik qilayotgan qo'shtirnoq ichidagi haligi matbuotchilar deymizmi? Ular tinimsiz Olimjon To'xtanazarovning o'tmishini kovlab, har xil negativ sha'niga mazg'ava og'darishga harakat qilyapti. Ey birodarlar, bu maydonning ichida turish oson emas. Maddohlik qilish, poyabzalni hidlash, yaloqilik qilish, laganbardorlik qilish undan oson ish yo'q. Lekin mazlumlar tarafida turib, o'ziga o'sha foydasidan zarari ko'proq tegadigan odamning, bechoralarning ko'z yoshini artish har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Endi Ulug'bek Qosimov ham mayli bir oilaning sohibi, yaxshi insonlarning farzandidir, lekin bitta narsa